Xo'p. Mana jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning vakillarini Markaziy bank mas'ul. Xo'p, endi Haq amalga oshirishni o'shirasizlar. Endi Sizga e'tiroz qilayotganim yo'q. bu narsa birinchidan vakillari degan biz bilan vakil emasmiz. Bizlarga vakil bo'lganimizda u narsani, xo'p, men bu narsani aytayman. To'g'ri, aslida konstitutsiya bo'yicha olishimiz mumkin, lekin bu bo'yicha asoslab ketaymi. Bunda ham даже vakillar degan. Biz bilan vakil emasmiz, biz jurnalistmiz. Bu yerda jurnalist degan narsa yo'q. Ommaviy axborot vositalari degan narsa ham yo'q. Даже o'sha ichki qonuningizda ham, ichki buyruqlaringizda ham yo'q o'sha narsa. Qanaqasi ommaviy axborot vositalari? Qani ko'rsating o'sha joyni. Bu vakili deb yozilgan xolos. Sizlar ommaviy axborot vositalari bilan, sizlar bilan shu jamoatchilik siyosati bizning shu departament shug'ullanadi. Yo'q, tushunaman. Даже shu anaqa yo'riqnomalarda ham yo'q demoqchiman xolos. Shu narsa yo'riqnomalarda ham ko'rsatilmagan. Ko'rsatilmaydi. Qani mana o'qib bering o'sha joyini. Mana sizlarga ko'rsatib turibman-ku, mana qabul qilishmalari, ovoz yozishlar hammasi shular bilan birga amalga oshiriladi. Vakillar tomonidan. Vakillar kelsa degan. Biz vakil emasmiz bularga.